Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Mana 21-mart kuni biz Toshkent viloyatiga kavrak ko'chatlarini ekib bergan xonadonimizga keldik. Kavrak ekkan akamiz bu kishi hozir o'zlarini tanishtiradi. Aka, o'zingizni tanishtirib boring. Men Toshkent viloyatidanman. Mirzabekov Samatman. Holimga Qashqadaryodan Ash Obidjon ko'chat olib kelib bergan, shu yerga ekuvdik. Nechta? 5000 taga yaqin ekan. 5000 taga yaqin ko'chat oluvdingiz, a? Birinchi ko'chat sotib olganingizda qanaqa kattalikda bo'lgan, hozir qanaqa rivojlandi ko'chatlaringiz? Ko'chatlar rivojlanishi emas. Barmoqda-da. Aha. Buni hozir Xudoga shukr yaxshigina bo'lib qoldi. Samat aka? Endi ko'rib turibman, hozir mana bunda poya qalinlashib ketganda, qarang. Men o'zim sizga ko'chat berganimda ko'chatlarning razmerlari hammasi qalamchaday ko'rinishda edi. Barmoqday qalamchaday ko'rinishda bo'lgan. Ana endi ruchkaday bo'lganda, to'g'rimi? Hozir endi bu shunaqa yetilibdi, aziz obunachilar. Samat akani o'zini yeri ham juda ham chiroyli edi. Qora tuproq sifat yerni balitika hisobidan olsa, yerni kuchi, quvvati zo'r yer edi. Ko'rib aka, sizni yeringizga tez bo'ladi deb o'zimda ham havasim ketib aytuvdim. Haqiqatda mana o'tgan yil qaysi payt olib kelib berdim aka? O'tgan emas, 23-yil. 23-yil, endi pashti 1 yil bo'ldi-da. 1 yildan o'tdi. Noyabr oyida ekkanmiz. Aziz obunachilar, juda ko'pchilik so'raydi, kavrak o'zi necha yilda tayyor bo'ladi? Juda ko'p savol beriladi. Mana shu necha yilda tayyor bo'lishi. U narsani biz bilmaymiz, buni Alloh taolo biladi faqat. Biz prognoz qilamiz. Biz faqat mana shu narsani prognoz qilamizki, 1 yildan 2 yilgacha ko'chat eksangiz, hosil beradigan vaqti 1 yildan 2 yilgacha tayyor bo'lishi. Agar urug' eksangiz 2 yillik, 3 yillik bemalol urug'ni ko'chat qilib sotasiz deb biz faqat prognoz qilamiz. Atak kavrakni tayyor bo'lishiga eng asosiysi yerni balitikasi ham eng muhim narsa. To'g'rimi aka? To'g'ri. Yerni bali, kuchi, quvvati qancha zo'r bo'lsa, kavrak juda ham tez tayyor bo'ladi. Aka, bir kavlab ko'rsak, qalinligi qanday bo'lgan, rivojlangani qanday bo'lgan? Mana hozir ko'rib turibman, 60%, 50% o'sha tayyor hosil berishga. Nasib bo'lsa, o'shanga bitta chotmi, bo'ldi olib chiqaman. Bir asbob ustiga olib chiqsangiz, bir taglarini bir kavlab ko'rsak, yetilganlarini, mana bular vobshe, endi qarang, mana bular vobshe yetilib ketibdi. Qatdan kavlaymiz, yetaydimi? Mana shu yerdan bittasini, любой bittasini ochib ko'rsatamiz. Hozir olib kelaman. Mana akalar, ukalar, mana shu ekilgan kavraklarimiz juda ham chiroyli. Menga rasmini tashlab turganida juda ham yoqqan edi. Aka, ko'chatlaringiz uje tayyor bo'lgan hosilga deb aytdim o'zlariga. Hozir ham so'radim. Aka, odam topdingizmi kesishga, yo'qmi deb so'radim, to'g'rimi aka? Yo'q, Obidjon, sizdan olganman. Siz o'zingiz hamma narsasini qilib berasiz deb o'zlari aytayapti. Mana hozir bittasini. Endi hozir aziz obunachilar kattarog'ini kavlayapmiz. Ehtiyot bo'lasiz faqat. Kattarog'ini kavlayapmiz, bitta o'rtanchasidan ham keyin kavlaymiz aziz obunachilar. Mana yerni ko'ryapsizlarmi, qora tuproq. Aytadi-ku, chorniy zoma deydimi, ha? Ana shu narsa. Hech o'zingiz ham qiziqishga kavlab ko'rdingizmi, yo'qmi ildizini? Samat aka. Juda chopayotganda kavlab ko'rdim. Qanday bo'lgan edi? Qizilchada mashina bo'lib qoldi. Etek tarafida. Nargi taraflari. Akajon, nechta ko'chat ekdim dedingiz? 5000 tani ekilgandan. 5000. Ana shu tomiriga keldingiz. Endi siz mana qarang. Ana shu mana bu soch bor-ku, mana bu taraf. Ana shu tarafdan qozib keling. Ana shu yoqdan qozing. 5000 tadan nechtalar pateriya bo'ldi aka? Menga siz 4,5 ta ko'chat jo'natgansiz. Aha. Buni mayda chudalar sanalmagan degan ularni ham ekkanman-da. Maydalarini, skitkasini. Endi yonini. 5000 taga yaqin ekkan.
Mana akalar, ukalar, boshda ochib bo'ldik. Hozir ko'ramiz, lekin juda ham chiroyli bo'pti yetilgani. Ana endi qo'lingiz bilan ochib bo'ldingizmi? Qo'lingiz bilan atroflarini tozalang. Уже tayyor, aka. Kesishga tayyor. Qo'l bilan o'lchang endi. Aynan. Ana shunday, ana shunaqa. Mana. Aziz obunachilar. Mana ko'rinyapti mana. Уже bu 1 yil bo'ldi. 23-yil 23-yil noyabr oyida ekilgan. 15-16 oylik natija mana shu aziz obunachilar mana. Mana ko'ryapsizlarmi sochlari qanday bo'lgan mana. O'z sochidan ma'lum o'zi yetilib ketgan. Juda chiroyli. Xudo xohlasa endi bu narsa o'zini egasiga havola. Agar yo'q, ko'nmay turing hali. Misol uchun agar egasi hozir 50-60% ni hozirda o'zida kestiraman desa, bemalol kessa bo'ladi. Yana ham o'zi o'ylab bizga javobini aytadi. Xudo xohlasa, inshaalloh buni o'zimiz kestirib beramiz, hosilni yig'ishtirib beramiz va hosilini o'zimiz chiqqan hosilni sotib ham olamiz. Deyilgan inshaalloh. Buni o'zi bizda asosiysi bozorlari bor. Kavrak bozorlarida bemalol sotsak bo'ladi. Unga hech qanaqangi taqiq yo'q, eksport mahsulot inshaalloh. Bizni doimiy kuzatib boringlar. Inshaalloh Xudo xohlasa mana shunga o'xshagan klientlarimizni, mijozlarimizni har bitta ekkan kavrak ko'chatlarini, urug'larini, rivojlanganini hammasini biz aziz obunachilar ko'rsatib boramiz. Mana 2 qator ekilgan, ha aka? 70 ga 2 qator ekilgan. 70 ga 2 qator ekilgan. Juda ham zo'r. Bexato aka, xatosi bormi yo? Yo'q, yaxshi, xudoga shukr. Xatosi yo'q. Mana. Juda chiroyli rivojlanibdi. Bizni kanalda kuzatib boringlar, poddeshka qilinglar. Podelitsa qilib, videoga like, yoqmasa dislike bosib, o'zlaring fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.